Assalamualaikum hörmətli televizor görgüçülər. Uyğur televiziyasının gündəlik xəbərlərini görüşənlər qarşılayırıq. Adı bilan xəbərlərimizin mühim məzmunlarını tanışdırırıq. Uyğur kişilik hüquq quruluşu Uyğur məsələsiga çetildiğən barlıq Xitay əməldarları çoxum cəzalanışı kerak dedi. 26-iyun Şogan vaqəsinin 10 illik xatirəsidir. Müstəqil təkşürüş kollegiyası Xitay işki əza köçürüşdə lagerlik Uyğurlar müjdelməkdə dedi. Qazaqstan Uyğur teatri Türkiyədə Uyğur muqam sənətini tanışdırmaqda. Tövəndə ehtimallar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Şərqi Türkistandakı ağır kişilik hüquq dəbsənçilikə bevosita yetişib bolğan Xitay əməldarlarının yer şari Magnitsky qanunu bo'yicha jazolanish tashabbusi kunsidir oshmoqda. 25-iyun Uyğur kişilik hüquq qurilishi bu haqda bir bayonot e'lon qilib, Amerika hukumatini Uyğur diyoridagi kişilik huquqni dəbsanda qilgan Xitoy bosh jinoyatchilariga yer shari Magnitsky qonunini tatbiqlashga chaqiriq qilib, Uyğur kişilik hüquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandining so'zlari naql qilingan. U mundaq degan: Navbatda Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi Uyğur va boshqa turkiy millatlarning jazo lagerlarida qiyin qistoq elishi haqida to'liq dalil isbotlab lagerda qutulib chiqqanlarning shu yerda o'lganlar haqida bergan guvohligi shu jinoyatni sodir qiluvchilarning abdi bashirsini ko'rsatib bermoqda. Yer shari Magnitsky qonunining Xitoy amaldorlarini jazolashni nishon qilishi bir amaliy ish bo'lib qolmay, kelgusida paydo bo'lmoqchi bo'lgan mushundaq jinoyatlarning oldini olish uchun bir signal bo'la oladi. Bayonot yana yaqinda bu yana e'lon qilinib kelayotgan dokladlardan jazo lagerlarida tutib turilayotgan Uyğur tutqunlarning jismoniy va boshqa jihatlardan izchil xo'rlik uchrayotganligini ko'rib olg'il bo'ladiganligini. Buning tipik misoli bo'lsa, yozuvchi Nur Muhammad To'xtining lagerga olib ketilgandan keyin 5 oy davolanishdan mahrum qolganligi, lagerdan qo'yib berilib 1 oydan keyin jon uzganligini aytib o'tilgan. Bayonotning oxirida yer shari Magnitsky qonuni bo'yicha Sharq Turkistondagi jazo lagerining bosh loyihaligisi bo'lgan atalmish Uyğur Abnum rayonlik partikomining sekretari Chin Chuangoning Amerikaga viza olib kirishining cheklanishi va uning chet eldagi mol-mulklarining to'ntilishi keraklik tashabbus qilingan. Yıl 25-iyun yarım keçidən 26-iyun günü səhər saat 5-gəcə Guangdong өлkəsi Shaoguan şəhəri Shuri oyunçuq zavodining yataq rayonida qanlıq vəqa yuz bergan. Bu qanlıq vəqani 10 yildan buyan Uyğurlar xatırlab kelmoqda. Ayni chog'dagi xatirlardan ma'lum bo'lishicha, shu kechasi Qashqar Konishar noyisidan Guangdong өлkəsining Shaoguan shahridagi Shuri oyunçuq zavodiga yetkazib ishiltilayotgan 800 dak Uyğur yosh ishchilari qo'llarida palta, pichoq va temir kaltaklar bilan qurollangan 10 mingdan ortiq Xitoylarning zo'ravonlik hujumiga uchragan. 5 soat davom qilgan bu zo'ravonlik hujumining jarayonlari haqidagi sin ko'rinishlari 26-iyun kechasidan boshlab Xitoyning Tingshun senatorlarida keng tarqalgan. Keyingi 24 soat ichida mazkur voqea haqidagi xabarlar Diyorim, Shabnam, Uyğur biz qatorliq Uyg'urcha tor bekatlarida tarqatilgan. Ayni chog'dagi arxivlarda ko'rsatilishicha, mazkur tor bekatlarda dastlabki berilgan xabarlar bilan Xitoyning hukumat tarafdorlarida voqeaning yuz berish sababi, vaqada yaralangan va o'lganlarning soni haqida bir-biridan farqli, hatto o'xshamaydigan xabarlarning berilganligi ma'lum. Sina, Tingshun, Boshun qatorliq Xitoy torbatlarining 26-iyundan boshlab bergan xabarlarda voqeada 18 kishining o'lganligi, bulardan 12 nafarining Uyg'ur, 6 nafarining Xitoy ekanligi bildirilgan. Voqeani bir taraf qilish uchun 400 nafar saqchi, 152 nafar jiddiy qutqizish xodimi va 48 jiddiy qutqizish avtomobilining harakat qilganligi bildirilgan. Xitoy markaziy hukumati voqea haqidagi uchurlarni kontrol qilayotgan ahvoldami, ayni chog'da Reuters, BBC, New York vaqt gazeti qatorliq xalqaro taratqular Xitoy markaziy hukumatining xabarlaridan farqli uchurlarni xabar qilgan. 26-iyun Shaoguan qanlıq vaqasida hech qanday inkas qaytarmagan atalmish Uyğur Abnum rayonining shu jag'dagi qo'rchoq raisi Nurbakri 5-iyul Urumchi vaqasi yuz berib 2-kuni, ya'ni 6-iyul televizorda so'z qilib, 26-iyun Shaoguan vaqasini chet ellardagi bo'lgunchi kuchlar quturquli qilib paydo qilgan vaqa degan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq Uyg'ur tashkilotlari va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari e'lon qilgan bayonotlarda Xitoy hukumatining Uyg'urlarning noroziligiga qaramay 26-iyun Shaoguan vaqasini adil bir taraf qilmaganligi, buning oxiri berib 5-iyul Urumchi vaqasining kelib chiqishiga sabab bo'lganligi ta'kidlagan. Hozirgacha Xitoy hukumati bu voqeani yushirib, haqiqiy rostchil axborotni kontrol qilib kelmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi Dilshod Rishlapandi 2009-yil yuz bergan 26-iyun Shaoguan qanlıq vaqasini bugungi zamon Uyg'ur tarixidagi davr bilgish voqea dedi. Erkin Osiyo radiosi xabarida Xitoy tutqunlarning ishki a'zosini boshqa bemorlarga ko'chirib, zo'r foydaga erishayotganligi xeyli burunli o'ttirg'i qo'yilib kelgan bo'lsa-mu, lekin bu masala hozir qadar xalqaroning yetarli diqqatini qo'zg'amay kelgan. Faqat Londondagi g'ayri-rasmiy xarakterlik bir mustaqil tekshirish kollegiyasining Xitoyning odam ishki a'zolarini ko'chirishda insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligini e'lon qilishi xalqaro taratqularning bu masalaga bo'lgan alohida diqqatini qo'zg'ashga boshladi. Mazkur kollegiyaning yaqinda e'lon qilgan 60 betlik dokladida
Xitoy Falun Gongchilarning ishga a'zosini majburiy elib, ishga a'zo o'tkazishga ehtiyojli bemorlarga setib qolmay, u yana organ bankasi qurib, yig'ib olish lageridagi millionlagan Uyg'ur musulmonlarining ishga a'zolariga yuzlanmoqda ekan. Sobiq Sibiriya urush jinoyatchisi Slobodan Milochevicning dilosida bosh taftishlikini ustiga olgan Sir Jeffrey Nice boshchiligidagi xalqaro qonun mutaxassislaridan tashkil topgan bu kollegiya ilgari ko'p qatim guvohlik yig'inlarini o'tkazib, Falun Gongchilar, Uyg'urlar va shuningdek organ ko'chirish ishlarida badan tekshirishga ham organ ko'chirishga qatnashgan shohidlarning guvohlik so'zlarini ishlatgan. 17-iyun kuni chiqqan hukmda Xitoyning navbatda Falun Gongchilarning ishga a'zolarini elayotganligi, shuningdek lagerdagi Uyg'ur tutqunlarga qarata ularning ishga a'zolarini elishdan boshqa hech qanday foydasi bo'lmagan keng ko'lamli badan tekshirishlarni elib borganlik ilgari surilgan. Mustaqil tekshirish kollegiyasining yuqori kesimi faoliyatchi va mutaxassislar Xitoyda ishga a'zo ko'chirishning avj olishi, Uyg'ur rayonida elib berilgan umumiy xalq badan tekshirishi, DNA sonliq ombirining qurilishi, shuningdek Xitoyning 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa musulmonlarni yig'ib olish lageriga qamab, bir qism tutqunlarni Xitoyning ichkari o'lkalarga yo'tkishiga bog'layotgan mazgilda chiqarildi. Angliyadagi Uyg'ur faoliyatchi, O'rimchi temir yo'l doktorxonasining sobiq doktori Anvar To'xti uzun yillardan beri Xitoydagi ishga a'zo atkazchilikni tekshirib kelayotgan faoliyatchilarning biri bo'lib, uning ilgari surishicha Xitoy hukumatining rasmiy sonliq ma'lumotida Xitoyda har yili 10 necha ming ishga a'zo ko'chirilganligi aytilsa-mu, lekin doktorxonalar har yili 100 mingdek ishga a'zo ko'chiradi ekan. Xitoy hukumati 2014-yili mahbuslarning ishga a'zolarini ko'chirishni to'xtatganligini e'lon qilib, ishga a'zo e'lon qilish sistemasi kuchaydiganligini bildirgan. Xitoydagi taratqular yaqinda Xitoyning ishga a'zo e'lon qilish sistemasining qanchalik adolatli ekanligi, uning xalqaro maqtashga erishganligini ilgari surgan. Biroq kuzatuvchilarning ilgari surishicha, Xitoylarda odam o'lsa, uning ishga a'zosini e'lon qilish an'anasi bo'lmag'achqa, uning ishga a'zo e'lon qilish sistemasi muvaffaqiyatli bo'lmagan. Qozog'iston Cumhuriyetlik Uyg'ur teatri Muqamchilar nomli musiqalik teatrni Turkiyaning har qaysi shaharlarida ko'rsatmoqda. Uyg'ur teatrining bir parda 3 ko'rinishlik Muqamchilar nomli musiqalik teatrini 23-24-iyul kunlari Izmirda, 25-iyul Bursada, 26-iyun kuni Istanbuldagi Bayrampaşa rayonlik hukumatning zalida yuqori saviyali konsertlarni o'rinlab, tomoshabinlarning qiziqini olqishga erishdi. Mazkur teatr yana 27-28-iyun kuni Istanbulda ko'rsatiladi. Qozog'iston Cumhuriyetlik Uyg'ur teatri 1934-yili qurilgan bo'lib, 85 yildan beri dunyoning nurg'un joylarida o'yin qo'ygan. 2018-yili 12-oyning oxirida danglik Uyg'ur kompozitori Quddus G'ojamyarov tavalludning 100 yilligini xotirlash munosabati bilan Turkiyaning Anqara, Istanbul va Adana shaharlarida o'yin qo'ygan. Xabarlarimizga ko'ngillilar rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Alloh qamadi.